böyle bir görüşmeler ileride de bizim birlik beraberliğimize vesile olsun. Bugün Kırım Tatar milletinin ana vatanındaki ağırlıklar, zorluklar bugün zor bir günümüzde bu insanların gelmesi, bunun çözülmesine vesile olsun. Milletimizin birlik beraberliği için ve iki Müslüman din kardeşlerimizin arasındaki münasebetlerin daha güzel olması için Allah rızası için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal müstakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Sayın Başkanımız, buyurunuz cemaatimize ayet söz sizlerden Pek zor rahmat. Mana shu shunday birinchi nasibda birga oqsoqollar bilan ko'rishib, fikr alishib, söylashirga mumkinlik bo'lgani uchun pek zo'r rahmat sizga. Birinchidan turmushlar bugungi kunda Qrimda deb o'tolishib, shunga ko'ra biz Qozon tatarlari Rossiyadan bugun keldik. Bizni bu masala biz boshlaylik. Sizning xalq 20-asrda büyük yo'qotuvlar ko'rdi. Xudoy saqlasin, qanday kunni bir kishiga da ko'rgan nasib bo'lmasin. Albatta mana shu kunlarda Qrimning kelajagi hal etiladi. Shunga ko'ra sizning qon to'kilmasin, ham bizning Qrim tatar tuğanlar o'zlarining kutgan ham kelajagi bo'luvina negiz solib ishonish bilan yashashga nasib bo'lsin. Rahmat. Бұл ko'p og'irliklar ko'rdik, ko'p yerga turib keldik. Endi qoylardan aylanib qaytmadik. Bugungi kunda shu sizning ota-bobolardan qolgan negiz, sizning bora turgan yeringiz yo'q. Sizga mana bunda tiplanib, o'zingizning yeringizda rohatini ko'rib, bolalarning rohati ko'rib yasharga nasib bo'lsin. Albatta, u yengil masala tugul. Shu o'qishlarda bunda bu masalalar hal etilganda sizning durust, aqlli fikringiz bek o'rinli bo'lishi. Biz Qozon tatarlari, Rossiya tatarlari nindi yordam kerakmi, kengash kerakmi, bu shiraqda sizning bilan birga shunga ko'ra bizning bunda kilo shu o'zimizning tuğanlikni ko'rsatuv. Biz shu shiraqda Qrimning hukumati bilan kelishmaga qo'l qo'ydik. Shu chaqda men aytdim, ko'proq bizga aralashishga kerak. Sizning yoshlar Qozonga kelib o'qitsin, aralashsin, bizning yoshlar bilan aralashsin ham. Bizning savdoda, ekonomikada ilmtilar bo'ladi. Bu bek durust yo'l. Bizga agarda bizning dinimiz bir, bizning tilimiz yoqib, biz bir-birimizni anglaymiz. Agarda biz o'zimizning millatimizni, agarda o'zimizning dinimizni, urf-odatlarimizni, tilimizni saqlamasak, kim saqlaydi? Bir kishi kerak. Shunga ko'ra birinchidan bizning tilimizni, urf-odatlarni saqlash uchun biz o'zimizning dinimizni saqlaymiz. Mana qo'ya barsanglar shu ulkan kishilar, aqlli kishilar albatta masjidga keladi. U yarayda Tataristonda bizning maktablarimiz var, bütün mümkünlikler var. Sizin bir tane mümkünlük yok. Şuna göre masjidga kelib siz aralaşasınız.